Yaqinda Samarqand davlat universiteti muhandislik fizikasi instituti bir guruh professor o'qituvchilari va talabalari Xitoy Xalq Respublikasining Changchun fan va texnologiyalar universiteti tomonidan tashkil etilgan Light of China, ya'ni Xitoy nuri xalqaro yozgi maktabida ishtirok etdilar. Shuningdek, ushbu tashrif davomida nafaqat bilim va tajribamizni orttirish, ayniqsa xalqaro aloqalarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ldik. Ushbu tashrif davomida biz Xitoydagi ta'lim jarayoni, shuningdek ilmiy laboratoriyalar va ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati bilan yaqindan tanishdik va shunga guvoh bo'ldikki, Xitoydagi nazariya va amaliyot orasidagi bog'liqlik juda yuqoriligiga ishonchimiz komil bo'ldi. Dastur davomida biz Xitoydagi, ya'ni Changchun fan va texnologiya universitetining fizik olimlari bilan uchrashuvlar o'tkazdik va Samarqand davlat universiteti, xususan muhandislik fizikasi institutidagi ilmiy salohiyat, unda olib borilayotgan tadqiqotlar to'g'risida taqdimotlar o'tkazdik va shu yerdagi fizik olimlar bilan birgalikda bizlar tadqiqot yo'nalishlarimiz bo'yicha hamkorliklar, ya'ni qo'shma xalqaro maqolalar, yosh tadqiqotchilar almashinuvi bo'yicha muhokamalar o'tkazdik. Shuningdek, Xitoy Xalq Respublikasining Changchun fan va texnologiya universitetida o'tkazilgan yozgi maktabda bizning talabalar ham ishtirok etdi. Bu talabalarning ishtiroki juda muhim ahamiyat kasb etib, bu ular xorijlik professor o'qituvchilarning ma'ruzalarini tinglash, shuningdek yozgi maktabda talabalarimizning ishtirok etgani alohida ahamiyat kasb etadi. Ular xalqaro ilmiy muhit bilan yaqindan tanishish, xorijlik professorlar ma'ruzalarini tinglash, zamonaviy laboratoriyalarda bo'lish va turli davlatlardan kelgan tengdoshlari bilan hamfikr, ya'ni fikr almashish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu tajriba ularning ilmiy dunyoqarashi va kelgusidagi ilmiy faoliyati uchun muhim qadam hisoblanadi. Umuman olganda ushbu tashrif Samarqand davlat universiteti va Changchun fan va texnologiyalar universiteti o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.